Endshpilni o'rganish bunchalik muhim. Ko'pgina shaxmatchilar o'yinning aynan shu qismida qiyinchiliklarga uchrashadi. Shu sababdan biz bugundan boshlab Shirshot Akanchani kitobi asosida har bir mavzu uchun alohida qisqa va tushunarli video qilishga harakat qilamiz. Nima uchun aynan bu kitob? Bu kitobning asosiy plyusi vaziyatlar juda ham ko'p va sodda, tushunarli tilda berilganligi. Endshpilni tushunish uchun aynan sodda pozitsiyalar bilan boshidan o'rganib chiqadigan bo'lsak, shunda asosiy endshpillarni mag'zini tushunib yetgan bo'lamiz. Endi sizlar bilan birinchi mavzumuz bo'lgan oppozitsiya mavzusini ko'rib chiqamiz. Oppozitsiya mavzusi birinchi bo'lib tushunib olaylik. Oppozitsiya o'zi nima? Oppozitsiya bu shoh bilan raqib shohini aynan bitta to'g'rima-to'g'ri yo'lda turishi va orasini faqatgina bitta katak ajratib turishi bu oppozitsiya hisoblanadi. Oppozitsiya 3 ta asosiy turga bo'linadi. Bu yaqin oppozitsiya, uzoq oppozitsiya va diagonal oppozitsiyalarga bo'linadi. Endi sizlar bilan eng muhim va aynan mana shu pozitsiyani bilishinglar ko'pgina o'sha oppozitsiyaga vaziyatlarni tushunishinglarga olib keladi. Mana oddiy birinchi vaziyat karol E1 da, piyodamiz E2 da, qoralarning karoli bo'lsa E8 xonasida turibdi. Bu yerda mana sizlar birinchi bo'lib o'ylab olishingiz uchun vaqt beraman. Bu vaziyat nima bilan tugaydi? Oqlar yutadimi yoki durang bilan tugaydimi? Bu vaziyatda oqlar yutadi, chunki oqlarda bitta qo'shimcha yurish borligini hisobiga. Buni qanday amalga oshiramiz? Birinchi bo'lib karol deyki, karolimizni markazlashtirishimiz kerak bo'ladi. Toki ular o'sha markaziy oppozitsiya, qisqa oppozitsiya olishigacha. Karol deyki, karol D8, karol E3, karol E7, karol E4, karol E6. Mana shu yerda juda ham muhim vaziyat. Oxirgi yurishni qoralar qilib oppozitsiyani o'ziga oldi. Ko'rib turganingizdek, ya'ni shoh bilan shohini bitta liniyaga joylashtirishdi. Bu yerda bizning qo'shimcha yurishimiz borligini hisobiga bu pozitsiyada biz E3 yurishini olib, ana endi biz raqibga yurish navbatini o'tkazdik. Ana bu pozitsiyada qoralar majburki shohini biror bir katakka endi qochishga. Aynan qaysi katakka qochishiga qarab biz bu yerda o'sha oppozitsiyani aniqlaymiz. Misol uchun, agarda bitta orqaga E7 xonasiga qaytadigan bo'lsa, unda karol E5 dan keyin yana boyagidek ko'rib turganingizdek oppozitsiyani qo'lga kiritamiz. Agar yana E8 ga qaytsa, karol E6 oppozitsiyani egallaymiz. Karol F8, karol D7 xonasiga kelib biz piyodamizni yo'lini ochamiz. Karol F7 piyoda E4, karol F6, karol D6 oppozitsiya, karol F7 peshka E5. Mana shu yerda oxirgi yurishda qoralar karol E8 yurishini amalga oshiradi. Karol E6 yurishini qilganimizdan keyin yana biz o'sha oppozitsiyani qo'lga kiritamiz. Endi bu yerda ikkita variant bor qoralarda D8 va F8 xonalari. Misol uchun D8 xonasiga qaytsa F o'tsa F7 ga o'tamiz va piyoda bemalol 3 yurishdan keyin farzinga aylana oladi. Agarda karol E6 ga karol F8 xonasiga qochadigan bo'lsa, unda karol D7 va 3 ta yurishdan keyin piyodamiz bemalol farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi yana boyagi pozitsiyaga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerda E3 xodimizga xuddi boyagi oxirgi yurishda qilgani kabi D6 va F6 xonalariga yurishi mumkin. Eslab qolinglar, agarda F6 yurishini amalga oshiradigan bo'lsa, unda bizga D5 xonasi ochiladi. Biz bemalol yana D5 xonasiga kelamiz. Agarda E7 qaytsa, biz yana oppozitsiyani olamiz. Ya'ni har bir yurishda mana shunaqa zigzag qilib pastga qarab shohni oppozitsiya yordamida o'yinda doskani oxirigacha qamashimiz kerak bo'ladi. Yana bir muhim narsani aytib o'taman. Buni ko'pchilik shaxmatchilar chalkashtirishi mumkin. Misol uchun mana bu yerda karol F8 xodini amalga oshirdi. Shu yerda qoida bor. Agarda oqlarda o'ynaganimizda shohimiz birinchi bo'lib raqibni 6-gorizontaliga kiradigan bo'lsa,
unda bu yerda oppozitsiya o'z kuchini yo'qotadi. Ya'ni qoralar oppozitsiya olgan taqdirda ham, misol uchun karol E8 biza peshkani E4 ga suramiz, D8 kelsa peshkani E5 ga kelamiz, karol E8 kelsa karol D6, karol D8 ga piyoda E6, karol E8 ga piyoda E7. Endi majbur bittagina yo'l qoldi. Shoh karol F7, karol D7dan keyin bir yurishda bemalol farzinga chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham bilishimiz kerak bo'lgan, umuman ana shu oppozitsiyani eng chuqur tagi bo'lgan pozitsiya hisoblanadi. Bu pozitsiyani ko'rgandan tushunishinglar kerak, buni his qilishinglar kerak. Ya'ni vaziyat shunda ham, ya'ni piyoda umuman qimirlamaganmi, demak sizlarda bitta qo'shimcha yurish imkoniyati bor. Endi tasavvur qilamiz, bizada piyodamiz ana endi Y2 xonasida emas, piyodamiz Y3 xonasida bo'lsa, unda o'yin nima bilan tugaydi? Bu yerda ham videoni pauzaga qo'yinglar va kichik vaqt sizlarga o'ylab olishinglar uchun. Yurish navbati kimda bo'lishi farqi yo'q. Oqlarda bo'lsa ham, qorlarda bo'lsa ham o'yin nima bilan tugaydi? Xo'p, eslab qolinglar, agarda o'yin, ya'ni yurish navbati bu vaziyatda oqlarda bo'lsa ham, qorlarda bo'lsa ham o'yin durang bilan yakunlanadi. Chunki bizada endi qo'shimcha yurish imkoniyati yo'q. Misol uchun shoh E2, karol E7. Mana bu juda ham muhim vaziyat. Karol E7 yurishimizdan keyin ana endi qoralar, oqlar uzoq oppozitsiya ola oladimi? Yo'q. Chunki bizani E3 dagi piyodamiz oppozitsiya olishimiz uchun o'zimizga xalaqit beradi. Endi agarda karol D3 ga chiqadigan bo'lsa, qoralar bu yerda uzoq oppozitsiyani amalga oshirib turish kerak. Qancha shoh yaqinlashganlik sari, misol uchun karol E4 kelsa, biz ham yaqin oppozitsiya olishga harakat qilamiz. Demak, sizlarga birinchi vaziyat pozitsiya tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ikkinchi pozitsiyaga o'tamiz. Shu yerda pauza olsak bo'ladi-yu, to'g'rimi? Keep rolling. Bir, ikki, uch. Ana endi bizada ikkinchi vaziyat, ikkinchi pozitsiyada ko'rib turganlaringiz, shohlar o'zi oppozitsiya holatida turibdi. Endi sizlarga savol, bu yerda yurish oqlarda ham, qorlarda ham bo'lishi mumkin. Agar oqlarda bo'lsa, o'yin nima bilan tugaydi yoki qorlarda bo'lsa, o'yin nima bilan tugaydi? Birinchi navbatda vaziyat har doim eslab qolinglar. O'yinni o'rtasidamisizlar, o'yinda oxiridamisizlar, endshpildamisizlar. Birinchi bo'lib yurish sana qilishdan oldin, yurish hisoblashdan oldin vaziyatga baho berishni ko'rib chiqing. Ya'ni vaziyatga baho beringlar. Birinchi bo'lib, agar oqlardan tasavvur qilamiz, yurish oqlardan. Oqlarda bo'lsa, oppozitsiya holatida agar biz shohni, misol uchun D6 xonasiga yuradigan bo'lsak, qoralar ham F6 ga kelib piyodasini himoya qiladi. Ana endi misol uchun piyodani E5 ga yurib shoh beradigan bo'lsak, shoh F5 yurgandan keyin biz bu vaziyatda yutqizamiz. Shuning uchun shohni yurishimiz kerak emas, biz qo'shimcha yurishimiz borligini hisobiga biz oppozitsiyani o'zimizda saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni E5 yurishni amalga oshiramiz va yurish navbatini raqibga o'tkazamiz. Ya'ni shohlarimiz o'sha holatda qoladi va yurish navbati endi qoralarda. Qoralar majburki bu yerda o'zini shohini yurishga majbur. Endi misol uchun J6 yurishi mumkin, F7 yurishi mumkin yoki F8 yurishi mumkin. Agarda F8 yurishni amalga oshiradigan bo'lsa, shoh D8, F7 ga D7 piyodaga hujum qilamiz. Boyagi qoidani esga olamiz. Qachonki biz oqda o'ynayotganimizda shohimiz 6-chi, raqibni 6-chi gorizontaliga birinchi bo'lib piyodasidan birinchi bo'lib kirib keladigan bo'lsa, oppozitsiya o'z kuchini yo'qotadi. Ya'ni shoh E8 qilgan taqdirda ham shoh D6, shoh D8, piyoda E6, bizda bitta qo'shimcha yurish bo'ldi, E6 yurishi, shoh E8 ga piyoda E7, shoh F7 ga karol D7 yurishidan keyin piyodamiz bemalol farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ana endi
Mana bu pozitsiyada. G5 yurishimizdan keyin agarda shoh J6 ga yuradigan bo'lsa, bu yerda eslab qolinglar, bizda juda ham muhim pozitsiya. Biza shohni D7 xonasiga kelib, ya'ni pastdan hujumga o'tishimiz kerak piyodaga. Chunki bu yerda agar F5 ga kelib himoya qiladigan bo'lsa, biz ham piyodamizni himoya qilamiz, ham yana raqibning piyodasiga hujum qilamiz. Shoh qochsa uramiz, peshkani yo'lini ochganimizdan keyin peshkamiz bemalol farzinga chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ana endi mana shu pozitsiyada agarda yurish qoralardan bo'lganda vaziyat nima bilan yakunlangan bo'lardi? Bu yerda ham qoralar o'sha qo'shimcha yurish imkoniyatini amalga oshirishi kerak bo'ladi. Ya'ni sizlar to'g'ri topdinglar, bu o'ylab ko'rganingizdek, ya'ni G5 yurishini amalga oshiradi va oppozitsiyani qoralar o'zida saqlab qoladi. Misol uchun savol berishinglar mumkin. Misol shoh D6 kelib piyodaga hujum qilsa-chi? Unda biz piyodamizni himoya qilamiz. Yana D5 qilib himoyani, ya'ni hujumni saqlab qoladigan bo'lsa, ana shu yerda biz kutishimiz, ya'ni kutuvchi yurishni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa shoh F7 yurishi. Raqib qachonki ana shu G5 dagi piyodani uradigan bo'lsa, biz mana shu yerda nima egallaymiz? Oppozitsiyani egallaymiz. Ya'ni shoh qayerga yuradigan bo'lsa, biz o'sha yo'nalishda, ya'ni bitta liniyaga yurib, oppozitsiyani olib turishimiz kerak bo'ladi. D5, D7, G5 ga eslab qolinglar, piyodani orqasiga qaytamiz. Piyodani yana suradigan bo'lsa, yana aynan piyodani orqasida kutamiz. Qachonki raqib D6 yoki F6 xonalariga kelgandagina biz nima olamiz? Oppozitsiyani egallaymiz. Agarda piyoda suriladigan bo'lsa, shoh G8 va E6 yurishdan keyin yana vaziyat pot holatiga keladi. Yana bitta pozitsiya ko'rsataymi? Bir-biriga bog'liq emas. Ha, hali ko'pda buni oppozitsiyaga bog'liq. Uchta yetadi. Xo'p. Hop, dedi, keyin davom etib Xo'p, ana endi sizlar bilan juda ham qiziq bo'lgan pozitsiyani ko'rib chiqamiz. Juda ham muhim bo'lgan narsa, mana shu narsani eslab qolishingiz kerak. Boya sizlar bilan gaplashdik. Shaxmatda 3 ta muhim oppozitsiya bor. Yaqin, uzoq va diagonal oppozitsiyalar. Ana endi qanaqa qilib uzoq oppozitsiyani to'g'ri egallashni ko'rib chiqamiz. F3 da shohimiz G2 da, qoralarning shohi D1 da, piyoda endi e'tibor berganinglardek, qoralarda ikkita piyoda bor. Bu vaziyatda yurish oqlardan bizda ikkita imkoniyat bor. Bittasi yaqin oppozitsiya olish, bittasi kichkina, uzoq oppozitsiya olish. Bu yerda biz qaysi oppozitsiyani egallasak vaziyatni, demak, durang qila olamiz. Endi birgalikda ko'ramiz. Qani Karol F1 yurishini qiladigan bo'lsak, mana shu yerda eslab qolinglar. D2 keladi raqib, biz yana oppozitsiyani egallaymiz. D3 yurishidan keyin esa bizda ana endi oppozitsiya olish imkoniyati yo'q. Ana bu pozitsiyada yaqin oppozitsiya endi ishlamaydi. Agarda biz bu yerda o'sha tushungan holatda biz oppozitsiyani biladigan bo'lsak, Karol H1 yurishini amalga oshiramiz. Bu uzoq oppozitsiya hisoblanadi. Endi raqib qayerga yurishidan qat'iy nazar biz uzoq oppozitsiyani o'zimizda ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, Karol D2 ga Karol H2, Karol E3 ga Karol J3, Karol D3 ga Karol H3, Karol D4 ga mana shu yerda muhim joy, biz raqibni piyodasiga hujum qilamiz. E3 ga kelsa yana J3, D2 ga kelsa F2 ga emas, aynan uzoq oppozitsiya, ya'ni Karol H2 qilib uzoq oppozitsiyani qo'lga kiritishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu yurishlarni qayta takrorlaganimizni hisobiga, pozitsiya o'zgarmasligini hisobiga o'yin durang bilan yakunlanadi.
Oppozitsiya mavzusi sizlarga ma'lum bir darajada tushunarli bo'lgan bo'lsa, qolgan, ya'ni bu yerda oppozitsiyaga doir juda ham ko'p pozitsiyalar bor. Qolgan pozitsiyalarni men o'zimizni Telegram kanalimizga jo'natib qo'yaman. Pastdagi link orqali, ya'ni o'sha videomiz tagida link qoldiraman. O'sha orqali bemalol o'tib, qolgan pozitsiyalarni o'zingizlar harakat qilib ko'rib, qanchalik darajada tushundinglar oppozitsiya mavzusini, o'sha pozitsiyalarni o'zingizlar harakat qilib yechib ko'rib, kommentariyalarda yo bo'lmasa umuman Telegramda o'z fikrlaringni qoldirishinglar mumkin. Bu mavzuni sizlarga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, eslab qolinglar. Buni biz yaxshilab tushunishimiz kerak. Bu mavzuni yaxshilab tushunib olinglar. Keyingi mavzularimiz ham aynan bir-biriga aloqador bo'ladi. Keyingi darsliklarimizni ham, ya'ni bitta mavzuni yaxshi, oppozitsiya mavzusini yaxshi tushunib olsanglar, keyingi mavzularni ham tez qabul qilish, tez tushunish, uni aynan tagida nima g'oya ketayotganini tushuna olish sizlarga oson bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar.